Kim? Bular kim? Bular insan. Sen kim? Ben sen şu. To'g'ri. Sen men shu. Men bo'lsam o'y fikrlarning to'salg'isi. Sizlar nimani o'ylasanglar, men shuni o'ylayman. Yaxshida yo'q qilma. Aytchi, cho'nglayman. Sizlarni ozdirma. Bu mening vazifam. Mening paydo bo'lib turishimga shartim. Bularning qo'llari tugul. Chehrida kulgan. Bizga qarab o'tiribdimi? Ular bizga qarab o'tiradi emas-ku. Maqsadi nima? Bular arlimizda intot kesilgan ko'gili kelganlar ekan. Ko'z ko'mamdi. Nimancha udu qo'sh. Undaq deganimda, san'at degan gap ularni tarbiyalaydigan Razillik zarbi berdi. Ya! Go'zallikni madilaydigan vositalarning biri. Haq bilan nohaqni ayirib turadigan ayna. Xatarlik ayna. Qara. San'at degan bularni tarbiyalaydigan vositalarning biri. Lekin biz aqlimizni ishlatib, bularni o'zimizning yo'liga mangdirishimiz kerak. Qanaqa? Ilmi kirlab oplaymiz degina. Chiroyliroq aql farosatlar degina. Ular tadbirga, biz ilmi kirga, yo aql farosatga tayinimiz. Biz bularni o'zimizning gapimizga ishontirishimiz kerak. Shuningni bular o'z san'atini yo'qotishga boshlaydi. Chunki bular aql tipidagi emas, hissiyot tipidagi maxluqlardir. Uqdingmi? Lekin bular bizning to'siqimizga dastlami? Yomon ekan. Yaman? Seni ko'ramiz. Külgüm yok demeniki. Ben gülmesem külüşken. Nimenin basiliki. Seninki
oldu meniki. Ben gülmüşsem gülüşke, nimetin var seninki? Seninki. Güleysem gülemeymen, gülemeymen yap olmuşsa ülemeymen. Ben buna bak beynini bir süreydi sen sürelmeymen, sürelmeymen, sürelmeymen.